Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan arterial gipertenziya mavzusini davom ettirishga qaror qildik va shulardan bir guruhi borki, ya'ni monogen gipertenziya sindromlari nomi bilan mashhur. Bunday nomlanishiga sabab bitta gendagi mutatsiya shu gipertenziya chaqirish uchun yetarli bo'ladigan holatlari bor ekan. Bular kam uchraydigan turlari, lekin muhim, chunki davolash strategiyasini tanlashda mana shu kasalliklar borligini ham bilish kerak. Arterial gipertenziya bilan kasal kelganda shular haqida ham o'ylab ko'rish kerak. Mana shu holat emasmikin shunda deb. Chunki davolash mutlaqo farq qiladi boshqa gipertenziyadan bularniki. Shulardan bittasi distal yig'uvchi kanalchalarda bilasizlar, proksimal kanalcha bor, distal kanalcha bor. Glomeruldan chiqqandan keyin butik sxemada ham sxemasi chiqadi. O'sha distal kanalchadagi muammo tufayli kelib chiqadigan gipertenziya bu Gordon sindromi deyiladi. Bu yerda ishga olib bormaslar qancha ko'rsatadi. Bu yerda deyarli hammasini umumiy sxemasi keltirilgan. Mana shu rasm sizlarga qayta chiqadi. Sabab shu fikrlaringiz, xotiralaringizda qolib ketishi uchun mustahkam. Gordon sindromi mana bu yerda turibdi. Ishga bilan ko'rsatyapman. Distal kanalchalar mana. Ko'ryapsiz, distal kanalchalar. Mana bu proksimal kanalcha. Genli halqasi, mana bu distal kanalcha. Distal kanalda tubi DKT deb qisqartirib yozilgandir. O'sha yerdagi genetik nuqson sababli bo'ladigan gipertenziya bu Gordon sindromi deyiladi. Natriy xlor kotransporterining ortiqcha ishlaydi. Ya'ni natriy xlor ortiqcha suriladi, keragidan ortiqcha ko'p miqdorda suriladi. Va qaysi genlarda bo'ladigan muammo aytilgan, VNK1, VNK2, viznol leysin degan shu leysin kerakli joyda bo'lmaydi, boshqa bir leysin kirib qoladi o'sha programmada. Ya'ni aminokislotalarni kodlash kerak bo'lgan joyga boshqa kod bilan ochilib bo'ladigan leysin bo'ladi-da. Shu sababli mana shu mutatsiya uchraydi va o'sha kanal yaxshi ishlamaydi. Natriy xlor kotransporteri yaxshi ishlamay qoladi. Yaxshi ishlamay qoladigan normasini bilmaydi, normadan ortiqcha ishlaydi. Natijada tuz ko'p qayta suriladi va bilasizlar, biz o'tdik natriy halqalari suyuqlik ushlanishini, qon tomirlariga natriy ko'p o'tgandan keyin umumiy sirkulyatsiyadagi suyuqlik hajmi ortadi, ya'ni kardiak outputga ta'sir qiladi. O'sha natijasida gipertenziya kelib chiqadi. Endi SSD mana bu yerda surilgandan keyin natriy distal kanalda, tubularda, distal kanalchalarda natriy xlor ko'p surilgandan keyin mana bu yoqqa o'sha kam miqdorda keladi. Deyarli kam keladi. Mana bu yig'uvchi kanalcha yig'uvchi kanalcha kelgan natriy xlorga nisbatan kaliyni ekskresiya qiladi. Ya'ni qancha natriy xlorni so'rib olsa, shuncha kaliyni siydikka chiqarib yuboradi. Bu yerda natriy xlor mana bu yerda ko'p so'rilib ketgandan keyin, mana bu yerda yo'q bo'lib qolgandan keyin bu natriy xlor so'rmagani uchun kaliyni ham ekskresiya qilmaydi, siydikka chiqarmaydi. Shuning natijasida qon tarkibida kaliy miqdori oshib ketadi. Mana bu yerda umumiy sxema chiqdi. Normada ishlashi mana natriy mana bu siydik. Shu kanalchadan siydik kelyapti. Natriy xlorni normal miqdorda olyapti va kaliyni shuncha miqdorda chiqaryapti. Bu yerda o'sha yuqorida natriy bilan xlorni ortiqcha yuqorida olinganligi tufayli pastga kelgan paytda natriy bilan xlor yo'q bo'lganligi tufayli kaliyni chiqara olmayapti pastki kanalchalar va giperkalemiya bo'ladi. Shuning uchun ham. Mana bu yerda yana ham yaqqol sxema chiqdi. Natriy bilan xlor ko'p so'rib olindi. Bungacha kelguncha natriy bilan xlor qolmadi. Natriy bilan xlor qolmagandan keyin bu kaliyni ekskresiya qila olmaydi. Natijasida giperkalemiya bo'lishi chiqdi. Va arterial gipertenziyani bunda o'ziga xosligi nimada? Mexanizmini aytdim. Qachon bu kasallikka shubha qilamiz? Qachon biza bu Gordon sindromi emasmikin degan fikrga boramiz?
ko'pincha erta yoshda bo'ladi. 5 yoshdan 20 yoshgacha deyilgan. Agar yuqori qon bosimi bilan chiqsa, o'sha 5 yosh 20 yosh oralida bilib qolasan. 10 yoshli bolani olib kelamiz, misol uchun. Yuqori arterial gipertenziya bilan yoki 15 yoshli yoki 20 yoshlikni olib kelsa, juda yosh odamni olib keldimi, yuqori gipertenziya bilan shu haqda o'ylash kerak. Birinchi narsa, birinchi qadam shunday bo'ladi. Ayrim paytda lekin 20-40 yosh orasida ham bo'ladi. Gipertenziya agar uncha yuqori bo'lmagan, 150, 145 bo'lib yurgan bo'lsa, u bildirmay moslashib keladida 25, 30, 40 yoshga borib o'zini ta'sirini ko'rsatadi. O'sha paytda aniqlanib qoladi. Ya'ni 40 yoshli odamda ko'rsaydi gipertenziyani, bunda Gordon sindromi emas, aniq bu yosh emas-ku degan fikrga bormaslik kerak. Baribir gipertenziyaga uchraydigan har bir holat sizlarning fikrlaringizdan o'tish kerak, shubhalaringizda bo'lish kerak shu narsa. Va yana biz ko'p eshitamizki, 20 yoshda infarkt bo'lib qolibdi, 25 yoshda infarkt bo'lib qolibdi, 18 yosh bolani davolanish baland ekan, insult bo'lib qolibdi degan narsalarni eshitamiz. Ana shular ko'pincha mana shu sindromlardan bo'ladi. Bu sindromlar yana biz sizlar bilan o'tamiz. 6 ta 8 ta bor. Men harakat qilaman ularni hammasini yoritishga qo'limdan kelgancha. Va keyingi belgisi arterial qon bosimini ko'tarishi tuzli narsa yeyish bilan yaqqol bog'laydi. Bemor aytadi, tuzli narsa yesa birdan ko'tarib ketadi qon bosimi deydi. Endi asosiy diagnoz qo'yadigan yo'nalishimiz bizani shunga shubha qildik. Yo'nalish qo'yish arterial qon bosimi yuqoriligi bor, gipertenziya bor va qonda giperkalemiya bo'lishi kerak. Boya biz aytdik, nima uchun kaliyni ekskresiya qila olmasligini. Qonda giperkalemiyani ko'rdik, bemor yosh, metabolik atsidoz bo'ladi. Chunki natriy xlor so'rilishiga qarab metabolik atsidoz bo'ladi. Kaliy ishqorlikni ta'minlaydi. Va tiazid diuretiklar bersa, gidroxlor tiazid tabletkalar bor, diuretiklar. O'shalarni bera boshlanganda qon bosimi birdan normaga keladi, metabolik atsidoz ham bartaraf bo'ladi. Ya'ni yaqqol effektsizasilar va shu preparat bunga tanlov preparati hisoblanadi. Mana shu bizada monogenik genetik gipertenziyani bitta turi bu Gordon sindromi edi. Endi buni ikkinchi bir kasallik bor. Liddle sindromi deydi uni. 1963-yilda amerikalik vrach endokrinolog Liddle gipertenziyani boshqa bir o'ziga xos turini tasdiqlaydi. Ya'ni shunaqa bemorni ko'radi u. Ya'ni ko'rganda akasida ham shunaqa narsa bor yoki otasida ham shunaqa arterial gipertenziya bor va gipokalemiya bilan kechadi. Ya'ni kaliy miqdori past. Biz birinchi sindromda o'tdik. Giperkalemiya deb berdi. Gipokalemiya bilan kechadi va metabolik alkaloz bo'ladi. Ya'ni birlamchi giperaldosteronizmni o'xshaydi, kasallik holati giperaldosteronizmga o'xshaydi, lekin o'sha paytda endi 63-yildagi holatda plazmada aldosteron o'lchasi juda past chiqadi. Va past chiqsa ham baribir o'sha paytda bunaqa sindromlarga tushuncha bo'lmagan uchun giperaldosteronizm bo'lsa kerak, bu baribir deydi-da, o'sha aldosteronga sezuvchanlik oshib ketgan bo'lsa kerak deb, hatto ayrim bemorlarni adrenalektomiya, ya'ni buyrak usti bezini olib tashlash operatsiyasi o'tkazganda ham arterial qon bosimi operatsiyadan tushmaydi. Tushmagandek o'sha paytda aytadiki, demak muammo garmonda emas ekan. Distal nefronda natriy transportida bir muammo bo'lsa kerak degan fikr buni miyasiga keladi baribir. 63-yilda 95-yilga borib gipotezaning genetik isboti aniqlanadi. Ya'ni genetik tekshirgandan keyin oradan 32 yil o'tib buni fikr tasdiqlanadi, genetik jihatdan tasdiqlanadi. O'sha yerda mana shu genlarda mutatsiya bo'lishi tufayli kelib chiqishi Liddle sindromini aniqladi. Endi Liddle sindromi mexanizmi haqida batafsil sizlar bilan to'xtalamiz. Mana o'sha sxema yana chiqdi va Liddle sindromi mana ko'ryapsizlar, yig'uvchi kanalchalarda, cortical collecting duct dagi muammo tufayli bo'ladi. Bu yerda nima joylashgan? Epitelial natriy kanalchasi joylashgan, ya'ni natriyni so'radigan kanalcha joylashgan o'sha joyda. Va o'sha gain of function bo'ladi, mutatsiya bo'ladi, ya'ni ochiq qolib ketadi doimiy. Natijada natriy siylikdan ortiqcha so'riladi
kaliy siydikka chiqarish ortadi. Boya biz ko'rgan yuqorida sindromda natriy yetib kelmay qolganligi tufayli, kam bo'lib qolganligi tufayli so'rilmay qolaydi va kaliy chiqmasdi. Bu yerda bo'lsa natriy ortiqcha so'rilyapti pastda. So'rilyapti, ortiqcha so'rilgandan keyin kaliyni ekskretsiya qilib yuboradi. Kaliy chiqib ketadi. Shu sababli ham bunda gipokalemiya bo'ladi. Mana bu yerda mexanizm yaqqol ko'ringan. Ochiq qolib ketgan kanalcha, natriy ko'p so'rilyapti. Shunga yarasha kaliy ham chiqib ketyapti va qonda natriy miqdori oshganligi tufayli umumiy sirkulyatsiya qon oshyapti, ya'ni kardiak outputga borib taqaladi, oshyapti va shu sababli arterial gipertenziya kelib chiqyapti. Mana shu joyda yana Riddle sindromi belgilarini aytganda, renin ham miqdori ham past, aldosteron miqdori ham past, kaliy miqdori ham past ko'rsatgan. Va diagnostik mezonlari qachon biza shu bemorda Riddle sindromi emas ekanmi degan shubhaga boramiz. Gipernatriyemiya, gipokalemiya, alkaloz bo'lsa, renin miqdori bilan aldosteron miqdori past bo'lgan holatdagi gipertenziya bo'lsa agar biz aytamizki, demak Riddle sindromi ekan deb. Bu ham yosh bo'lishi kerak bemor. Eng e'tibor qiladigan narsamiz aldosteron miqdori normadan past bo'lishi kerak bunda. Tanlov preparati amilorid yoki triamteron avvalgi, undan keyin amilorid chiqqan. Bunda yaxshi effektiv bo'lib, nojo'ya ta'siri kam bo'lib, mexanizm shundayki, amilorid o'sha kanalni yopadi. Bizda genetik nuqson tufayli ochiq qolib ketadi kanal. O'sha kanalni yopadi. O'sha kanalni yopgandan keyin hamma muammo o'z-o'zidan hal bo'ladi. Va spironolakton, epleronlar effekt bermaydi, chunki aldosteronga umuman aloqasi yo'q. O'sha paytda shunday davolab ko'rishgan, lekin effekt bermaydi. Keyinchalik mana to'liq mexanizm ochilgandan keyin bularga hozir davo topilgan. Yosh bo'lganda ham yuqori bosim bilan kelsa agar Riddle sindromi yoki Gordon sindromi tashxisi qo'yilsa, ular to'liq yaxshi bo'ladi va hech qanaqa asorat bo'lmaydi ularga. Va buguncha shu bilan sizlarga qisqa qilamiz. Mexanizmli narsa bo'lgani uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va arterial gipertenziya mavzusini yaxshi o'zlashtiringlar. Kattalar orasida O'zbekistonda biz o'tgan safar aytdik, 38% deb belgilangan arterial gipertenziya. O'rtacha 25% bo'lishi kerak dedim. Demak, kattalarda 25% arterial gipertenziya bilan aziyat chekadi. Shular ichida noto'g'ri davolanib yurgan Riddle, Gordon sindromlari aniq bor.